Do'stlar, hammaga salom. Bozorda narxi atigi 2 million so'mdan boshlanadigan 200 megapikselli kamerali AMOLED ekran, IP68 himoyasiga ega smartfon bor. Nazariy jihatdan eshitilishi zo'r, to'g'rimi? Aslida-chi puliga arziydimi? Hozir birgalikda tekshirib ko'ramiz. Mening ismim Aziz. Bir kanalida siz bilan ko'rishganimdan xursandman. Bugun qo'limizda Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Bu hozir o'rta byudjetdagi eng ko'p sotilayotgan modellardan biri. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu telefon aynan sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Oxirida aytib o'taman. Avval dizayndan boshlaymiz. Korpus ancha yupqa, ushlash qulay. Og'irligi taxminan 190 gram. Yengilgina. Ramkasi metaldan, orqasi esa matoviy shisha. Barmoq izlari deyarli ko'rinmaydi. Bu yaxshi. Eng qiziq joyi bilasizmi nima? Bu telefonning IP68 himoyasi bor. Ya'ni suvga tushirib qo'ysangiz ham, chang to'zonda qolib ketsa ham hech narsa bo'lmaydi. Bunday himoya o'rta segmentda kamdan kam uchraydi. 3 xil rangda bor ekan: qora, ko'k va binafsha rang. O'zingizga yoqqanini tanlab olaverasiz. Endi ekranga o'tamiz. Ekrani 6,67 dyumli tekis AMOLED. Aniqligi 1.5K. Yangilanish tezligi 120 Hz. Juda tiniq ko'rinadi. Maksimal yorug'lik 3000 nitgacha ko'tariladi. Demak, hatto quyosh tagida ham ekran aniq ko'rinadi. Bu narsa hamma telefonlarda ham bo'lavermaydi. Film ko'rasizmi? Instagram varaqlaysizmi? YouTube tomosha qilasizmi? Ranglar tabiiy chiqadi. Qora tuslari chuqur. Ekran Gorilla Glass Victus 2 bilan himoyalangan. Endi keling telefonning eng kuchli tomoniga, ya'ni kameraga o'tamiz. Asosiy sensori 200 megapiksel. Optik stabilizatsiyasi ham bor. Kunduzi olingan suratlar haqiqatdan zo'r, detallashtirilgan. Ranglar tabiiy, kontrast joyida. 2 karra va 4 karra yaqinlashtirsangiz ham sifat saqlanadi. Tunda olinganlari-chi? Tungi rejim juda yaxshi, shovqin minimal. Video olishga 4K 30 FPS bor. Kontent olish uchun yetarli. Bitta kamchiligi, ultra keng kamerasi atigi 8 megapiksel. Bu yerda Xiaomi biroz tejagan. Ichida Snapdragon 7S Gen 3 protsessori. O'rtacha darajali. Kundalik vazifalarda qotmaydi. Masalan, Mobile Legends maksimal sozlamalarda yuradi. PUBG yuqori sozlamalarda 60 FPS beradi. Genshin Impact ham o'rta sozlamalarda yaxshi tortadi. Xotira 2 variantda bor ekan. 8256 yoki 12512 GB. Tanlov sizniki. Interfays HyperOS. Qulay va tezkor ishlaydi. Batareyasi 5110 mAh. Kundalik foydalanishda 1,5 kunga bemalol yetadi. Quvvatlash 45 Watt, simli. 0 dan to'liqqacha taxminan 50 daqiqada to'ladi. Lekin simsiz quvvatlash bu modelda yo'q. Endi qisqacha umumlashtirsak. Plyuslari: chiroyli AMOLED ekran, IP68 himoyasi, kuchli asosiy kamera va tez quvvatlanish. Minuslari ham yo'q emas. Ultra keng kamerasi zaif, simsiz quvvatlanish yo'q va HyperOSda reklama bor. Lekin bularni qo'lda sozlash mumkin. Xo'sh, ana endi bu telefon kimga to'g'ri kelishini aniqlashtirsak. Agar o'rta byudjetda flagmanlardagi imkoniyatlar xohlasangiz, kuchli kamera muhim bo'lsa va IP68 himoyasi kerak bo'lsa, Redmi Note 14 Pro siz uchun to'g'ri tanlov bo'la oladi. Bir platformasida bu modelni 2 million so'mdan topasiz. Yangi va ehtiyotkorona foydalanilgan variantlari bor. Havola video tavsifida. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, sharhlar qoldiring va kanalga obuna bo'ling. Shunda yangi obzorlarni o'tkazib yubormaysiz. Men Aziz, bir kanalida ko'rishguncha